Zakazlarim rasm bilan bir xil keldimi? Birga ko'ramiz. Ko'p narsalar zakaz qilganman. Birinchisi детский kedalar. 3 xil rangda, pushti, bejviy, qora, kачестволari shunaqangi zo'r. Rasm bilan bir xil kelgan, narxi esa 35 ming so'mga zakaz qilganman. Keyingisi qizlar uchun baletka. Buni Sakinaxonga kiydirganman va pishi asal turadi. Juda ham chiroyli. Keyingi zakazim женский bosanoshkalar. Молочный va qora rangda zakaz qilganda, buni ham asalligini qaranglar, kiyganda va pishi chiroyli turadi. Faqat men kiyib ko'rsata olmayman, chunki razmeri menga kichkinalik qiladi. O'g'il bolalar uchun sportivka ham zakaz qilganman. Kачествоsi rosa zo'r, kuz va bahorga reali rasmdagidan ham ko'ra zo'rroq keldi. Buni atiga 63 ming so'mga zakaz qilganman. Keyingisi yana bitta o'g'il bolalarga sportivka. Buni ham reali juda ham chiroyli, stilli narsa ekan. Materiali ham вообще zo'r. Va oxirgisi детский ветровка. Shu bilan raspakovkamiz tugadi. Videosiga yoqqan bo'lsa, like bosib, menga obuna bo'lib qo'ying. Profilimda juda ham ko'p raspakovkalar topasiz.